Bilasizlarmi, hozirgi kunda Yevropaga yubaraman deganlar juda ham ko'p, lekin hozir qo'limda ko'rib turgan narsamiz vizadan ham kuchli narsa, ya'ni bu pasport hisoblanadi. Yevropadagi bemalol borib, yana ko'rishingiz mumkin, olingan 3-4 kun ichida Yevropaga yetib borayotirlar, lekin buni olish uchun siz 3-4 oy davomida bemalol bu yerga kelib hujjatlaringizni topshirib hal qilib ketsangiz bo'ladi. Yevropaning juda ham ko'plab mamlakatini ishga ketishlaringiz mumkin. Ish hujjatdan odam bo'lsangizlar, hamma ishlaringiz bitadi. Buni nishab olish kerak. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Demak, ketdik. Biz hozir Everest ofisimdamiz, ya'ni bu yerda konsaltingimizda Yevropaga ishga yubarish uchun hujjatlarni taxlab beradi ekanlar. Ya'ni ishga bo'lgan, ya'ni ishga ketadigan jarayonlardagi hammasini taxlab beradi ekanlar. Baxtiyor og'amiz bizlar hozir to'liqroq ma'lumot berib o'tadi. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ko'p odam ozgina ishsiz, boshqa yoki ish bo'lsa ham ozgina oylik bilan yuribdilar. Ko'p odam Yevropaga qiziqib turibdi. Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, kompaniyani tashkil etilishi va hozirgi kunda necha odamni yubardingiz va hujjatlarni olish uchun, ya'ni shunday narsani olish uchun necha vaqt ketadi va buni necha bo'lsa bo'ladi, shular haqida ozgina ma'lumot kerak. Endi avvalambor hozirgi yillarimizga kelib Yevropaga qiziqish odamlardan kuchaydi. Ishlarni yaxshi bo'lib turgani, masalan, ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turibdilar. Har kim o'zining aytgan ishlarini shu qo'yib joylashtirib yuribdilar. Shu videolarni ko'rib odamlar qiziqishlari ko'paydi. Biz Everest Consulting 2021dan beri 2021da tashkil topganmiz. Shundan beri ishlab kelyapmiz. Shu davrasang biz 300 dan ortiq odamlarimizni Yevropa chiqishlarini yordam beryapmiz. Yaqinda yordam berib hujjatlarni taxlashtirib, shunday konsalting xizmatini ko'rsatganmiz. Xo'p, qarang. Masalan, buni olish uchun birinchi navbatda novlarni kelishi kerak. Masalan, men ketchakman. Shunday oljakman. Birinchi navbatda novlarni to'g'rilaymiz, birinchi nov hujjatlarni kelamiz. Bizdan nov talab qilinadi. Bu Litva vizasi bo'ladi. Qisqacha menja deb yuritiladi. Buni vizadan ko'p ustunlik taraflari bor. Bu vizasiya bilan siz Schengen zonasiga giring, 29 dan davlatda ham girib chiqib sayohat etib ishlab yursangiz bo'ladi. Viza, ishchi viza yoki sayohat viza degan chiqartib yurmaysiz. Shunday ustunlik taraflari bor. Hammasi bilan. Ava. Menga kerak bo'lgan hujjatlar konsalting uchun kerak hujjatlari bo'ladi. Bizlarga sulanma ma'lumotnoma olib berasiz va o'zingizni pasportlaringiz, keyin MyGo login parollaringiz kerak bo'ladi. O'zingizda shunsa ish beruvchidan so'ragan hujjatlarni taxlab berish uchun. Xo'p, qarang, hujjatlarni taxladik deylik. Necha oyda chiqadi bu narsa? Bu narsamiz eng cho'zilgani bilan 3-4 oyda chiqadi. Bir oy kami приглашение keladi ish beruvchi tomonidan. Ish beruvchi tomonidan приглашение keladi. Приглашениеda hamma oyliklari, yatar turar, hamma shart-sharoitlar, hamma narsa vajlari yozilgan bo'ladi shu yerda. Necha yoshdan necha yoshgacha bo'lishi kerak? Masalan, ishga borajak bo'lsa, misol hujjatlar bir yosh mencha masalan 70 yoshli odam ham kelib sizdan masalan meni ishga joylashtirib ber, meni Yevropaga yuborib ber desa, ya'ni hujjatlarni taxlab ber desa, uni taxlab bera olasizmi yo yoshlarning farqi bormi? Yo'q, yosh chegaralari bor. Nechadan yoshgacha misol? Litvaniki, o'zi Yevropaniki 20 yoshdan 53 yosh olinadi. Lekin menga 19 yoshimda chiqdi vizasiya. 2005-yilman. Doğan yıllarım 25 dekabr. 19 yaşımda çıktı o'zim ben. Bu narsa ham chiqishida 19 yoshdan ansataman. Shu konsaltingimizni hujjatlar 100% taxligi, suhbatlar, hamma jarayonlar nazoratda bo'lgani uchun 19 yosh odamimizdan menga o'zim ham chiqdi. Qarang, 2025-yilda chiqdi bu narsa, to'g'rimi? Necha yil bu amal qiladi muddatini aytib o'ting. Muddati 2 yillik bo'ladi mana. Masalan 2 yil tamom bo'ldi deylik, tamom bo'lyapti deylik. Uni boshqatdan yana uzaytirish mumkinmi? Yo O'zbekistonga yana qaytib, sizlarga murojaat etib, yana boshqatdan anavlari ko'pmi deyman-da, ya'ni hujjat shonni o'zidan cho'zdirib bo'ladi. Ertaroqda o'zini страховка turib kompaniya bilan gaplashib, kompaniyamiz cho'zdirib beradi bu narsaga. Ya'ni o'zlaringiz ham unga kafillik etib bilasizlar, to'g'rimi shu narsaga? Ya'ni yordam berib bilasizlar. Ha, yordam berib bilamiz. Agarda bu shu insonimiz ham kompaniyaning talablarini binoan shu ishlab natija bergan bo'lsa, kompaniya o'zi bemalol hech muammosiz, lishniy rasxodlarsiz cho'zdirib beradi. Tushunarli. Xo'p, qarang. Hozirgi kunda misol buni hujjatlarni taxladik deylik, rasxoddan ish bo'ladi. Misol, necha so'm ketadi bir odam masalan uni yuborish uchun? Rasxodlari sal qimmatroq bo'ladi, lekin vizasiyangiz ham shunga yarasha oddiy viza emas, 2 yillik. Vizalarimiz 6 oylik shunday bo'ladi-ku, 2 yillikdan общий расход $2,5 bo'ladi biletidan tashqari. Biletidan tashqari.
Misol qarang, men pulni to'ladim deylik, lekin nodir sabab bo'lib qoldidan meni vajim chiqqan taqdirda ham men отказ berdim. Misol men borimman dedim. Undan ish ko'radi. Misol u to'liq pulini to'lab qo'ygan bo'lsa. Agar to'liq pulini to'lab qo'yib, отказ siz tarafingizdan bo'lsa, unayingizni 50% qaytib beriladi. Отказ agar siz tarafdan masalan hozir ular o'zini jarayonlarini qaraydi. Masalan, предложение kelib, viza center uchun tanlanib, o'sha girib chiqqan bo'lsangiz, ya shunday vaziyatlar bo'lsa, 50% qaytib beriladi. Agar kuru masalan предложение kelib, uchirtibajlar olinmagan bo'lsa, shu asliy rasxodlari qilinib, pulus qaytib beriladi. Aga qarang, geldik bize deylik. Masalan, men geldim, sizdan nodiydi hujjatlarni taqlab berib, meni Yevropaga yuborishga yordam berdi. Geldim, hujjatlarni taqlagandan keyin shartnomasini ish bo'ladi. Shartnomalarni ham tushuntirib o'ting. Shartnomasini hammasi bizda qonuniy shartnomasi asosida ish olib boramiz. Ish beruvchi masalan bizning talablarimiz, mijoz talablar hammasi ishga kiritilgan. Bemalol kelib o'qib ko'rsalar bo'ladi. Ya'ni bu narsamizni kelib bemalol kelib o'qib ko'rsangizlar bo'ladi va o'zingiz hujjatlarni topshirishdan oldin proverka aytib ko'ringlar. Masalan, o'zim aytaman-da, agarda ishonmay turgan bo'lsangiz, birinchi navbatda o'qib ko'ringlar shartlarini. Shartlari to'g'ri kelsa, ana bemalol kelib hujjatlaringiz orqali sizni Yevropaga yuborishga harakat qiladilar. Ya'ni hech kimga garantiya yoki boshqa narsa berilmaydi. Chunki garantiya degan so'zni o'zi xato narsa. Chunki hech bir joyda hech narsaga garantiya berilmaydi. Chunki issijon, masalan, yoki yon tarafdan yoki bu tarafdan muammo bo'lib qolishi mumkin. Lekin 100% qo'ldan kelgancha harakat qiladilar yuborishga. Lekin boshqalarga o'xshab, masalan, boshqa kompaniyalarga o'xshab garantiya olga uning deb tashalmaydi. Hujjatlarni ko'rib chiqasizlar, masalan, danishganlaringizdan keyin ana o'ylab ko'rib bemalol kelib topshirsangiz bo'ladi. Shundaymi axir? Agar ana oilaviy shartlar to'g'ri kelmay, masalan, ish o'rtalarini tashlab qo'yadigan bo'lsalar, 75% dan pullarni ham qaytib beramiz. Ha, tushunarli. Xo'p, qarang, endi keyingi masalamiz, qarang, Yevropaga ketdi deylik. Va unda oyliklar nechta bo'ladi va nima ishlar bor yonda? Shular haqida ham gaplashsak ozgina. Oyliklari o'zim предложениемda ko'rsatsam sizni. Biz sizniki. Ava, предложение, Litva предложениесі bo'ladi, shu yerda o'zini shirk kodlari bo'ladi, o'zini sonlari bo'ladi. Bir narsa bilan предложение haqiqiyligini tekshirsa oladi masalan. Shuningdek ham olib o'tsam sizga oyligi shu yozib kelgan bo'ladi. Oyliklari nacharang. Ожидание заработки евро в месяц. Shunda oyina 1045 yevro ayng bu yerda. Shunday bo'ladimi? Litvani eng kam oyligi shaklina keladi предложение. Ha, eng kam ish oyligi. Bu nima ish bu hozir men aytdim. Mebel zavodida. Mebel zavodida ishlang, ajoyib. Lekin boshqa turdagi ishdan ham masalan sizlar bu yerda nima deydi, saylab berasizlarmi yoki o'zindan gap chiqib bo'ladimi? Tush bo'ladi u. Yo'q, o'zlari xohishna qilib tanlaydilar ishlarni. Sizlarda bor ro'yxati to'g'rimi masalan? Agar ro'yxati bilan tanishsak bo'lsangizlar, bu yerga kelsangizlar ofisga bemalol telefon etib, ofisda albatta nov ishga ketsak bo'lsangizlar yoki o'zingizni qo'lingizda nov kor keladigan bo'lsa, shunga qarab hujjatlarni ko'rsatadilar va o'zingiz ishni tanlashingiz mumkin ekan. Bu ham zo'r vibr, chunki oyligini qarab ham o'zingizning qo'lingizdan keladigan ishlarni saylasangizlar bo'ladi. Xo'p, keyingi masalamiz. Keyingi masalamiz dokumentlarni ko'rdik va bir ikki vizalarni ko'rsatsak, misol hozir ketganlarning haqqında bir ma'lumot. Misol uchun yana shu bratimiz ham taqlab berganlar, hozir beda faylab taqlab qo'ydilar, bir 100 dan ko'p bo'lishi kerak menimcha. Shunday viza chiqadi sizlarga, ya'ni o'sha hujjat chiqadi, shunday taqlanadi. Misol bular ham yana ketganlar Yevropaga, yana Artikib Ilhom Bekovamiz ham ketgan ekan va undan tashqari bu yerda juda ham ko'plab uning hujjatlarimiz avval kelsangizlar faktni hammasi ko'rsatiladi. Aytchakim ishonchli va yaxshi narsalarni doğrusu ko'p yerlarda reklama qilinmaydi, chunki og'izdan og'izga o'tib bu narsa yuriydi. Lekin biza ko'rsatishimizdan sabab odamlar foydalansin. Masalan, hozir bu yerda oylik kam bo'ladigan taqdirda Yevropaga ketish uchun yana bizning prezidentimiz ham Yevropa bilan juda ham yaxshi hamkorliklarni qilishni boshladi. O'zingiz ham yaxshi bilasizlar, ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib boraturgandisizlar. Yevropa bilan juda ham ko'plab yaxshi hamkorliklarni boshladi. Undan tashqari yana ishga joylashtirish va ish bilan ta'minlash bo'yicha ham Yevropa hech qanday O'zbekiston uchun cheklov qo'ygani yo'q. Faqat hujjatlaringizni taqlash uchun bu konsalting firmasi tezroq yordam beradi va shunday hujjat taqlab beradilar. Bu aytib o'tganim vizadan kuchli narsa. Vizadan kuchliligi navda. Masalan, buni kuchliligi siz hech qanday masalan agar buni olmaydigan bo'lsangiz, faqat viza bilan ketadigan bo'lsangiz, borib borganingizdan keyin baribir hujjat topshirib buni yo'q olishingiz kerak, to'g'rimi? Majburiy narsa, chunki bu narsa pasport hisoblanadi. Shuning uchun buning ichida hozir 3 tasi birda pasport ham shu, viza ham shu, hamma shu bir dona dokument evaziga hamma narsangiz bitib ketadi. Aytchakim
Bu videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Ishonchli va yaxshi narsani biz sizga tavsiya etamiz. Bilasizlar, muhmaslar hujjatlarni ko'rib, keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Hamma narsani ko'rsatib kelganman. Bu safar ham shu batafsil video ochishga qaror qildik. Sababi bu narsalarni ko'rsatmasak bo'lmaydi, faqat qisqa qilib yursak bu qiziqsiz bo'ladi. Odamlar tushunarsiz bo'ladi. Agar siz dim tushunmay turgan bo'lsangizlar, ibera kelsangizlar, 100% sizlarga boshqatdan fakt niyati, bunda hujjatlari va hamma narsalar tayyor turibdi. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Ulug' fayl qilingan bu yerda hamma narsa bayna. Azda, vizalar nusxasida yozilgan. Bemalol kelsangizlar, hammasi tushuntiriladi. Qo'shimcha aytib o'tsam, agarda shunday mijozlarimiz bor, o'zlari hujjat to'g'rilaydilar, o'zlari belgilarini oldiradi. Shunday bir mijozlarimiz bo'lsa ham bizlarga kelsalar, undan keyingi ishlarni o'zimiz nazorat qilib to'g'rilab beramiz. Masalan, navbat olishlarni bilmaydilar, shu jarayonlarida. O'zlari to'g'rilab bir odamlarimizga aytib turgan bir nima deydi, maslahatim desam bo'ladi. Bu narsa hujjatlarini jiddiy qarash kerak. Jiddiy qarab hammasini taqatish kerakdan, viza sentraga chiqqandan keyin ham otkazan bidon bo'lishi kerak. Otkazasa choydan chiqadi yana. Endi topshiriq bilan. Otkazasa agar masalan bizga topshirib otkazadigan bo'lsa, biz o'zlari bilan gaplashib, ya aytgan pullarni qaytarib beramiz, yo shuni ichida boshqa davlatlarga yo'naltirib beramiz, o'zlarimizdagi bor davlatlari. Agar endi bizlar to'g'rilab odamlarimiz otkazadigan bo'lsa, o'zlarini Yevropa chiqish foizlari kamayadidan, bu narsa o'zlari ham oz pul sarflamaydilar. Shuning uchun yana shuncha rasxod aytgandan keyin ozgina rasxoddan qochmay otkazsiz 100% chiqqanlar yaxshi deb bilaman. Ya'ni hujjatlarni yordam berasizlar, ya'ni yaxshilab masalan o'zlari tushunmaydigan joylarni tushuntirib, jarayonlarni ko'rsatib, menimcha zo'r, chunki baribir mutaxassis hujjatni yaxshi tushungan insonlar bilan ish faoliyatingizni olib borganingiz yaxshi. To'g'ri aytishingiz mumkin, men ham qo'limdan keladi deb, lekin aytib o'tganim, agar vizangiz yoki boshqangiz chiqmay otkazadigan bo'lsangiz, yana 6 oy yoki 1 yil cho'zilishi mumkin, ya'ni qaytarib tashlash uchun to'g'rimi? Baribir vaqt ketadi-ku. Endi men to'shlayman. Shu davlatning o'zini, masalan, shu uchun shu narsalarni inobatga olgan holatda albatta Everest Consulting firmasini bemalol kelib, albatta hujjatlarni tekshirib, keyin ana bu yerda ish faoliyatini birgalikda olib borsalar bo'ladi. Jarayonni, ya'ni ishga ketadigan jarayon tarzidagi hujjatlarni sizlarga shu yerda to'plab beradi ekanlar. Menimcha qisqagina ma'lumot berib o'tdik. Bemalol kelsangizlar to'liqroq ma'lumotni olib olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon etib kelsangizlar bo'ladi. Mazali tushuntirib beradigan bo'lsam, mazalimiz neda bizani? Mazalimiz bana Urdu'dan gelaverişte kız yap fitafonu boyunda ban taraftan mesela kız yaptan geleveriş fitafonu boyunda ugla boy. Alağanı görüntü tuttu fitafordan. Ava gelaverişte alanma domni birinchi qavatida joylashgan, bemalol kelib o'zingiz qiziqtirgan savollaringizni bersangiz bo'ladi. Ayniqsa hozir Yevropada yoz oyida juda ham ish qaynaydigan vaqti, bemalol borib hazzatib ishlab o'zingizni oilangizni deydi bagati qilib kelsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Albatta buning uchun Everest Consulting kompaniyasi sizga yordamlashadi. Menimcha salomat bo'lasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Agar kimdir gajak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Plus belgisini qoldirsangiz sizlarga javob yozib qo'yamiz.